Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun navbatdagi podkastimizni olamiz. Bizga O'zbekistondan kelgan vatandoshlarimiz bugun Nyu-Yorkka mehmon bo'lib kelgan. Bugungi podkastimizda Boburjon bizga yordam beradi. Farg'onalik Marad aka Samarqanddan, Rahim aka oldingi safar ham videomizda bor. Rahim aka ham bugun mehmon. Xush kelibsizlar. Rahmat. Assalomu alaykum. Boshida aytib o'tib ketishimiz kerak, ya'ni ko'pchilikka qiziq bo'ladigan joyi, ya'ni pulli masalani oxirida aytamiz. Akalar bugun xabarlari yo'q edi podkast qilishimizdan, lekin rozi bo'lishdi, chunki ko'plab sposlar bo'ldi, talablar bo'ldi. Shart-sharoitlar haqida ko'pchilik so'radi va shu podkastimiz orqali savollarga to'liq javob beramiz degan umiddamiz. Birinchi savolimiz Marad akaga bo'ladi. Xush kelibsiz Marad aka. Rahmat. Germaniyaga kelishingiz, ishga joylashishingiz to'g'risida qisqacha ma'lumot bersangiz. Germaniyaga kelishim o'zi aslida Turkiyadan boshlandi. Turkiyada ishda edim men. To'g'rirog'i. Keyin Turkiyada dokument qilishim kerak. U yerda $2000 ziyod ketyapti. Hisoblab qarasam, keyin shu pulga dedim, Yevropaga ketsam bo'lmaydimikan deb o'ylab qoldim. Keyin internetdan, YouTube'dan chiqib qoldi saytidan. Siz videomizni ko'rgansiz. Videoni ko'rib qoldim-da, keyin aloqaga chiqdim. Bo'ldi aka, nima qilamiz, qilib beramiz dokumentingizni dedi. Keyin o'sha jarayon Turkiyada boshlandi xullas. Ishlab turgan jarayoningizdan hujjat topshirib boshladingiz. Ishlab turgan jarayonimdan dokumentni topshirdim. Bu yog'i ketdi proses. Keyin shu nimaga suhbatga yaqin men qaytdim O'zbekistonga. Shu dokumentlar bo'ldi hammasi, mana keldim, xudoga shukr. Umumiy qancha vaqt ketdi aka o'sha dokument tayyorlashni boshlashdan to kelgunizgacha? Endi o'zi aslida uncha ketmaslik kerak, lekin menga bir 4 oycha ketib qoldi. 4 oycha nimaga elchixonaga kirish uchun o'sha yerda o'yin bo'lib qoldi ozgina. O'chirtda qo'yamiz, chiqarib tashlaydi. Qo'yamiz, chiqarib tashlaydi. 3 marta shunday bo'ldi. Oxirida keyin qoldi 4-sida. O'sha uchun ozgina cho'zilib ketdi. Bo'lmasa bir 2 oy, 3 oyda oshib borsa. Rahimjon aka sizda qanaqa bo'lgan aka? Meniki juda ajoyib bo'lgan. Juda men ko'p vaqtim ketgan. Chunki men elchixonaga hujjatlar topshirganda telefon bitta nomer adashib noto'g'ri yozilgan ekan. Shuni hisobiga tezda javobini ola olmadim. O'zi 15 kunda javob chiqish kerak ekan. Men 1 oy kutdim. Keyin oxiri borib pasportimni beringlar. Rossiyaga ketaman deb borsam, pasportni berdi. Chiqib pasport ichidan uni qidiryapman. Atkazdi, prichinasi nima ekan deb. Keyin qarasam ichida viza turibdi. Ular menga telefon qilib tusha olmagan, vizani urib tayyorlab qo'yibdi. 20 kunim уже o'tib ketib qoldi shu yerda. Shunga keyin срочно keladigan bo'lib, biz dokumentlarim срочно bo'ldi, keldik. 1-sentyabrda ishga chiqdim, ishlayapman. Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Boshqa muammo yo'q hozircha bizda. Til masalasida endi ozroq qiynalyapti. Shunda ham sanashni o'rganib oldik 10 gacha. Asosiy shu. Ular o'zlari yordam qilar ekan, ustidan kulmay ekan. O'zlari sochib yuboraman, o'zlari kerakli gaplarni terib oladi-da, tushuntiradi. Muammo yo'q hozircha, ishimiz qiyin emas. Ish qancha tez tugatsang o'zingga shuncha yaxshi. Ertalab soat 5 dan boshlasak, masalan 10-15 ta tochka beradi. Soat 1 da tugatsang ishing 1 da tugaydi. Soat 4 gacha bo'lsa 4 ta tugaydi. U o'zingga bog'liq. Qancha tez tarqatib bo'lsang, shuncha tez ishing tugaydi, shuncha tez kelib damingni olasan. Shanba bozor kuni muhadnoy. Bozor kunlarda magazinlar ham ishlamaydi. Menga ma'qul. Xursandman. Stajirovka jarayoningizdan gapirib beringchi Marad aka. Stajirovka keldim, bir hafta stajirovka qildim. Nazir aka bilan stajirovka qildim. O'zbekistonlik Nazir aka. O'zbekistonlik Buxorolik aka. Shu kishi menga o'rgatdi. Yaxshi inson ekan, juda yaxshi o'rgatdi. Aniq tiniqdi. Olib ketdim mana. Keyingi haftadan o'zimga maoshim berdi.
12 tonnalik moshin, ya'ni 5 tonna o'zimizda saqlanadi. Isuzular bor shunaqa. 5 tonnadan lishni orta olmaysiz. Iltimos qilsangiz ham ortib bermaydi. Yo'q, o'sha faqat 5 tonnagacha. 5 tonna texnika anonsi bo'yicha. Ha, qonun qoida bo'yicha 5 tonna. Undan ziyodi mumkin emas. Shu Qancha vaqt davom etdi sizda stajirovka? bir hafta. Bir Ya'ni haftada? bir hafta degani 5 kun. 5 kun. Shanba, yakshanba ish yo'q-ku. 5 kun. 5 kundan keyin o'zi bu haftasiga dushanbadan o'zimga moshin berdi. O'zim chiqib qaytdim. Shu eshitishim bo'yicha nemislar bilan muloqotda umuman qiynalmayapsiz deyishadi. Nemis tilidan yo'q, qiyinchilik bo'lmayapti. Tushuntiryapmiz. O'zimizga kerakli gaplarni yodlab olganmiz. Ishxonaga borsak ruscha tushunadiganlar bor, turkcha tushunmaydiganlar bor. Turkcha, ruscha bilamiz, shu amallab tushuntiryapmiz. Yani shu sanash, qo'l qo'y, untishik tipi Asosiy so'zlar. asosiy so'zlarni o'rgandik. o'rgandik. Ha. Shu amallayapmiz. Qiyin emas. Rahim aka aytgandek, ishlasangiz Ha. qiynalmaysiz. Shunday. Ishni bilsangiz bo'ldi. Ha, endi boshida menga o'zi aslida qiyinroq tuyuldi. Lekin o'zingiz ishga chiqqandan keyin o'sha ikkinchi kundan o'sha o'rgandim-da. Sistemani o'rganib olish kerak. Ya'ni skayneri bor. Skaynerda shu qog'oz hujjatlarni o'rganib olsangiz, qolgani ikkinchi o'rinda haydash. Haydash ikkinchi o'rinda. Hujjatbozlik birinchi o'rinda. Shunday. Abjon aka sizda qanaqa bo'ldi aka? Stajirovka. Stajirovka menda ham bir adresda bo'ldi stajirovka, bitta firmada, lekin boshqa joyga qo'yib yubordi. Endi ishlash qanosi bir xil bo'lgani uchun o'sha yerda ham o'sha tushundim, ishlab ketdim. Lekin hamma joyga aylantirib chiqdi. Shu Germaniya shu Kassel shahrida hamma tochkasiga borib chiqdim. 3 ta 4 ta firmada ishladingiz. 7 talar firmada Yetti. ishladim. Bir joyda 2 haftadan ko'p ishlamadim. Hamma joyga aylantirib jo'natdi. Endi hozir pochtada ishlayapman. Yaxshi. Uzilish bo'lmadimi? Misol uchun, bugun bir hafta siz bir firmada ishladingiz. Keyin boshqa firmaga o'tish uchun kunlar yoki haftalar yo'qotdingizmi? Yo'q. Juma kuni ish tugasa, o'sha dushanba kuni boshqa joyga deb o'sha oldindan aytib qo'yadi. WhatsAppdan yozib aytadi qayerga borishni, shungacha biz qarab o'sha adresini bilib olib tayyor bo'lamiz dushanba kunigacha. Bu nemis dispetcherlar bilan qanday suhbatlashyapsiz? Bizning nemis dispetcher yo'q, o'zimizda O'zbekistondan kelgan o'ris qiz bor ekan. Yana biri Aytdim aka. Ya bo'ldi, o'sha savolingizni boshqatdan berasiz. Ha. Turorsa hech narsani o'zgartirmaydi aka. Kadr hozir o'zgaradi. Chunki shunday qo'yish kerak ekan. Shu rus tilida gaplashadi. Bemalol ular Ha. tushunmay qolgan joylarimda birdan telefon qilib klient bilan o'zlari suhbatlashib ketadi. O'zi shunday-ku. Dispetcherlar bilan nemis tilida gaplashishga qiynalmayapsizmi? dispetcherlar ruschani bilishadi. Ular men ruscha tushuntiraman, ular keyin mijozga telefon qilib nemischa tushuntirishadi. Qiyinchilik yo'q. Siz va yuk yetkazib beradigan inson klient orasida tarjimoningiz bor. Bor. Dispetcherlar o'zlari bemalol telefon qilib sizga kerakli so'zlarni aytib, o'zlari tayyorlab qo'yishadi. Shunday. Ha, oldindan ular aloqaga chiqib hamma narsani tayyorlab qo'yadi, siz olib borib berasiz, bo'ldi. Shunday. Shunaqasi ham bo'ladi. Shunday desam bo'ladi. Qancha masofa bosasizlar aka bir kunda? Qancha uzoqlikka borasizlar? Men eng uzog'i hisoblaganim 150 kilometr bo'ldi. 150 borish, 150 kilometr qaytish bo'lsa 300. Boshqa Ha. vaqtlar 250, 300 atrofida. Ha, demak, radius u darajada katta emas. Ha, hali uzoqqa chiqmadik. Ishlayotgan jarayoningizda Marad aka eng qiyin tur sizniki. Eng qiyin tur. Shunday deyishyapti. Qiynalyapsizmi? Menga qiyinchiligi bilingan yo'q. Endi birdan kelib qiyiniga tushib ketganimga menga bilingan yo'q hozircha.
Qanaqa qiyinchilik o'rganib bo'lyapti? oldim. Hozir masalan meni uzoqqa yuboradi, eng uzog'i o'zi men ketaman. Почти. Yaqinda bir ikki yaqin turlarga yubordim. Naborot o'sha yaqini menga qandaydir bilmaganligim uchun ozgina qiynaldim. Hozir menga shu o'zim bergan tur yaxshida, o'zimga bergan tur yaxshi, hamma joyda shu o'rganib qaysi firma qayerda, qayerga qaysi kishi berish kerak, o'shalarni bilib oldim. Menga qiyin tuyulmayapti xullas. Ishlayapsiz. Ha, boraman, o'sha adres yozilgan bo'ladi, firmani nomi yozilgan bo'ladi. O'sha qaysi firma qayerga tushirish kerakligini bilaman. Agar bilmasdan borsangiz, birinchisida to'g'ri qiynaldim. Masalan, firma bu yerda turgan bo'lsa, tushirish joyi ikkita ko'chadan aylanib kelib, keyin orqa tomonda bo'lishi mumkin. O'sha joylarni izlab, boshida ozgina ovora bo'ldimi, lekin o'rganib oldim-da o'sha. Birdan hozir ketaveraman to'g'ri tushirish joyiga. Shunday. Keyin ish jarayonida qanaqa navigatordan foydalanasizlar? Hamma narsa bilan jihozlangan. Navigator bilan Qiyinchiligi yo'q. telefonimiz bor. Aslida men telefonni ishlataman. Shu Google karta. Qiyin joyi yo'q. Adres yozilgan bo'ladi, terras ko'rsatadi. Chunki ba'zi qiziqayotgan shopirlar faqat O'zbekistonda haydagan bo'lishi mumkin yoki Rossiyada. Endi Germaniyada Yevropani o'ziga xosligi bo'ladi-yu, to'g'rimi? Shunday. Ba'zi qonun qoidalar o'zgarishi mumkin. Shunga bir aniqlik kiritib ketadigan ma'noda so'rayman. Yo'q, qiyin emas. Adresi aniq tiniq qilib yozilgan bo'ladi qog'ozga, o'sha Google'ga yozasiz, chiqaradi qayerdaligini. O'shanga qarab haydab ketaverasiz. Keyinchalik o'zi, masalan, men hozir bir ikkita tochkalarni bilaman. Bordimmi, Google'ga ham terib o'tirmayman, esimda bor qayerdaligi o'zim haydab ketaveraman. Navigatorsiz ishlayapsiz, значит. Tanish Shunday joylarga boshlamoqchiman. Navigatorsiz ishlasa yaxshiroq o'zi aslida. Asosda o'rganamiz, xudo xohlasa. keyin internet masalasida ish beruvchi sizlarni internet sim karta bilan ta'minlaganmi? Ta'minlagan. bergan shu ishxonadan oyiga 13 yevrodan qancha olar ekan. Yotoq joyimizda, ishxonada ba'zida Wi-Fi bor. Yetyapti, hozircha muammo yo'q. Sim karta yo'lda foydalanish uchun sim karta. Yo'lda foydalanish uchun. Keyin Marad aka yotoq joy masalasi. Yotoq joy masalasi, yotoq joy berilgan, lekin pulini to'laymiz. 300 yevro oyiga. O'zingiz qiynalib izlab yurmaysiz. Yo'q, birdan ikkita variant bor ekan. Menga endi ikkita variant aytishdi. Hostel bor dedi. Keyin endi boshlig'imiz otamning uyi bor dedi. Hostelda ozgina shovqinroq, diskotekalar bo'ladi dedi. Voy, tinchroq joy kerak bo'lsa otamning uyiga bor dedi. Endi tinchroq joyga boraveraman dedi. Endi shu otasining uyida turamiz. 2 kishi bitta xonada. Hamma sharoit bor. 300 beramiz oyiga bo'ldi. Kirmoshin, hamma narsa bor xullas. Issiq suv, sovuq suv. jakuzilargacha bor. Jakuzi ham bor-da. Dushda. Rahmat aka, sizdagi sharoit. Diskoteka degan joyda biz yashaymiz. O'zidan. Endi bizda ham hamma sharoit bor. Endi bu yerda boshqa fuqarolar ham bor Belorussiyadan. Ular ozroq shovqin qilishadi. Shanba bozor kuni ular dam olishni yaxshi ko'radi endi. Bizga o'xshagan emas. Kelishib yashayapmiz yaxshi. Yomon anosi yo'q, yomon joyi yo'q. Bizlarda ham shu 300 oyiga. Bizlarda ham 2 kishi bir xona, 2 kishi bir xonada. Issiq suv, yaxtay suv, kir yuvadigan mashina, xolodilnik, hamma sharoit bor. Bor. Bizdagi o'rmonning ichida toza, yaxshi joyda joylashgan. Toza havo, chiqib aylanib kelsa ham bo'ladi. Magazin yaqin joyda 5 minutlik peshkom yursa, sharoit yaxshi. Endi bu aytganda shovqin demasa, shovqin faqat shanba bozor kuni bo'ladi. Endi ko'ngil ochar shovqin bo'ladi-da. Musiqa qo'yib, raqs tushib, o'yin kulgi bo'ladi. Endi xarajatlar haqida gap ketganda baribir ko'pchilik qiziqadi. Masalan, narx-navolar qanaqa bu yerda? Oziq-ovqat qanaqa bo'lyapti? Sizlar qancha xarajat qilyapsizlar? Oziq-ovqat arzon ekan.
Qashda endi O'zbekiston bilan bir xil desa ham bo'ladi. Go'shtga keladigan bo'lsak, hamma go'sht bilan hisoblaydiku O'zbekistonda. Go'sht O'zbekiston bilan bir xil ekan. Narx-navo O'zbekiston. Narx-navo bir xil. Masalan, o'zimizda hozir 130 ming bo'lsa kerak menimcha go'sht. Lahm olsangiz 150 ming olasiz. Bu yerda ham shu. 10 yevrodan boshlanadi go'shtlar. O'sha 14-15 yevrogacha bor. 10 yevrongiz masalan 140 ming bo'ladimi o'zimiz pulga? 140 ming bo'ladi. O'shunday. Qo'y go'shtlari mana O'zbekistondan arzon ekan bu yerda. Qo'y go'sht. Keyin halol go'sht masalasi qanaqa aka bu yerda? Halol go'sht bor, topdik, joylari ko'paygan. Turklarning magazinlari bor. Masjidlar ham bor. Masjidlar jumalarga vaqtimiz bo'lganda bugun ham jumaga chiqdik. Go'shtlar boramiz. Turklarning magaziniga halol, hamma narsa halol. Endi bizlar suyak sho'rvaga olamiz. U 1,5 yevroda kilosi. Ular lahmini ajratib oladi-yu, oralarida go'shtlari qolib ketadi, suyaklarni 1,5 yevrodan bizlarga beradi. 1,5 yevro o'zimiz pulga 20 ming so'mmi, 25 ming so'mmi. O'sha lekin sho'rva qilib ichamiz, 10 kilo, 15 kilo olib kelib uyga zapas qilib qo'yamiz. Yaxshi, yomon emas. Yashash zo'r. Shunda umumiy примерно qancha xarajat ketyapti? Qayerda 200 oshib borsa Haftasiga, oyiga 300 ketishi mumkin. 300 maksimum. Oshib borsa 300 da. Unda ham zo'r yeb ichasiz. Marad akaga nisbatan siz anchadan beri ishlayapsiz. Sizda o'rtacha hisob. Eng kam xarajat qilganingiz va eng ko'p xarajat qilganingiz oyiga iste'mol produkt uchun o'rtachasi necha pul xarajat qilyapsiz? Men shuni hisoblamaganman. Men shu bir narsani bildim. Juda ko'p narsa bizga qaraganda arzon ekan. Ya'ni aksiyaga tushib qolsa toza ham arzon. O'zimizda hozir mana bugun 25-dekabr 2025-yil bugungi sanada masalan o'tgan kun magazinga borganimda oxirgi marta mana shu aniqroq bo'lish uchun 1 kilo banan bizda pulga 13 ming so'm turar ekan. Berdi, ha. Endi bilmadim bizda. Men keladiganimda 25 ming, 26 ming atrofida edi. 2 barobar. 2 barobar qimmat bo'lyapti. Yo'q, 20 atrofi bo'ladi o'zimizda. Va baribir lekin bu yerda arzon. Bu yerda ancha arzon ekan bizga nisbatan. Nima qimmat tuyuldi aka sizlarga bu yerda? Arzon tomonini bildik. Endi qimmat narsa Qimmat. Addinli kvartira olib chiqaman desa qimmat ekan. Kvartira qimmat ekan. 2 kishi tursa arzonroq bo'lar ekan, 1 kishiga kvartira qimmatlik qilar ekan. 600 yevrodanmi qanchadan boshlangan ekan bir xonali kvartira. Endi to'g'ri, bir kishiga nagruska 2 kishi bo'lsa yaxshi-da. O'zi hamma joyda 2 kishi turiladi, 1 kishi turilmaydi-ku. Biz o'tgan safargi videomizda Rahimjon akani keyingi suhbatga chaqiramiz, qancha oylik olayotganligi va ishdagi o'zgarishlar deb aytib o'tdik. Bizda oldingi videolarimizni ko'rsangiz, bir sira keyin bu videoni ko'rib solishtirib, yana keyingi bir masalamiz bor. Oilaviy ko'chib kelish. Rahimjon aka xudo xolasa oilasini olib kelmoqchi bo'lyaptilar. Alloh nasib qilgan bo'lsa, keyingi ko'rsatuvimizda oilangizni olib kelib, uyda mehmon bo'lamiz. Jarayonni boshladingiz. Oila olib kelish. Boshladik, ha. Oila olib kelish jarayonini boshladingiz, xudo xolasa. O'sha yangi yildan keyin harakat qilib, agar iloji bo'lsa, o'zim bormay turib olib kelaman. Agar hozir nima bo'ladigan, yosh bolam bor, endi 5 oylik bo'ldi. Agar o'zim borishim kerak bo'lsa, borib birga olib kelaman. Maqsad shu. Shu yerda bir ozroq ishlab yashamoqchimiz. Ishxonadagi boshliqlar, o'sha yerdagi rahbariyat demak sharoit yaratib bermoqchi. Sharoit yaratib beradi, ha, kvartira topib beramiz deyishyapti. Shunga Qo'llab-quvvatlashadi demak. ha, har taraflama yordam qilishamiz deyapti. Harakat boshladik aslida nasib bo'lsa. Bunga asl sabab nima? Endi oiladan uzoqda yashash bu undan boshqa sabab bo'lmasa kerak. Oilang tinch degan gap bor. Oila yoningda bo'lgandan keyin o'ylamay spokойно ishlaydi-da. Hozir men mana qancha bo'ldi kelganimga 5 oydan oshib qolibdi. O'g'lim ko'rganim yo'q hali. Faqat videoda ko'rib, men kelgandan keyin tug'ildi. Ko'rgim kelyapti. Chidab o'tiribman endi shu olib kelaman deb chidayapmiz endi. Shuda asosiy maqsad shu, oila bilan birga bo'lish. Endi asosiy masala
oylik Eng qiziq joyi. eng qiziq joyi. Marad aka, sizdan so'zni boshlasak. Ha, Kuniga necha pul hisoblanyapti ishlagan kuningizga? kuniga 100 euro hisoblayapti. Kunlik 100 euro. Masalan, bir oyda shanba, yakshanbalarni chiqarib tashlasak, 30 kun bo'ladigan bo'lsa, sizga 22 kun qoladimi shunda? 2200 euro o'rtacha hisoblasa bo'ladi. Bu tiniq qo'lingizga tegishi. Ha, tiniq qo'lga tegadi. O'shandan 300 euro kvartiraga beramiz. Endi xohlasang 500 ga yeb ich, xohlasang 200 ga yeb ich. To'g'rimi? U yog'i odamning o'ziga bog'liq. Qarang, shu oylik masalasidagi tushumlar. Tushum bor. Klientlar bor, olib borasiz, yuki og'irroq bo'lsa olib kirishib bor deydi. Olib kirishib borsangiz 10 euro qo'lingizga beradi. Shunaqa joylari bor. Choy puli beradi, xullas. Yana boshqa yo'llari ham bor, endi uni Kesaklab aytaman. aytib o'tirmay. Tushum yo'llari bor. Tushum masalasida Rahimjon aka o'zini ancha dadil his qiladi, ha? Ha, tushumi bo'lar ekan. Oylik kunlik 2200 xarajatga chiqib turadi, xullas pul. 2200 eshitilgani bilan bir obshi bir yaxshigina tushum bo'lgani bilan bir chistoy chiqara olasizmi 2200 ga? Chiqarsa bo'ladi ekan, endi uni harakat qilish kerak ozgina. Yaxshi chiqaryapsiz, shum o'tirganingizga qaraganda. Yo, endi boshlaymiz, xudo xolasa. Xudo xolasa, Ha. keyingi yana bir aradan ozgina vaqt o'tgandan keyin yana yangi vatandoshlarimiz keladi. Xudo xolasa keyingi podkastlarimizda Marad akani chaqiramiz. Marad aka yana xudo xolasa. Xolasa. Hozir Marad aka sinov muddatida ishlayapti. 3 oy sinov muddatida ishlab, misol uchun ish beruvchiga o'zini ko'rsatgandan keyin xudo xolasa Rahim akaga o'xshab 3 oydan keyin yana kelaman. yo'q, kishiga VNJ deyiladi. VNJ qilib beramiz. Xudo xolasa keyin ishni davom etiraveradi. Hozir sinov jarayoni bo'lgani uchun sinov ko'rsatyapti, o'ziga ma'qul, ish beruvchiga ma'qul. Yo'q, endi vaqt o'tib xudo xolasa. Hech kim ishimdan javob qilgan yo'q hozircha. Xudo xolasa. Ishlab ketyapmiz. Sabr qilmasang. Sizda qanday bo'lyapti, Rahim aka? Ayting endi. Yorug'lik. Bo'ladi. Hamma joyda birinchi o'chirda muomala. Muomala yaxshi bo'lsa, hamma joyda odam o'rin topadi. Men shuni aytishim mumkin. Ketadigan produktda pulini shundan chiqarsa bo'ladi. Oylikni toza qilib uyga jo'natsa bo'lar ekan. 2,5 chiqaryapsizmi? 2,5 bo'lsa ham 2200-2300 ketyapti. Bu hisobda siz uyda yashab ishlayapsiz, to'g'rimi? Shunday. Moshinning ichida yashamayapsiz. Yo'q. Yotoq joyingiz bor. Har kun uydasiz, issiq ovqat, issiq yuvinadigan joylar. Sizlar oldlaringga keldik. 300 necha kilometrga. Hammasi yaxshi. Ish qilib muomala bo'lsa hamma joyda o'rin topib. Keyin yana nima demoqchiman? Masalan, bizlar endi taxograf bo'yicha ishlaymiz-ku. Masalan, bir hafta shanba kuniga ishlashga ruxsat bor bizlarga. Majburiy emas. Majburiy emas, endi podработка deydi. Masalan, ish beruvchi xohlasangiz, sizga ish beradi shanba kuniga ham. Bir hafta ishladingizmi, undan keyin 2 hafta taxograf bo'yicha ishlay olmaysiz. Shu bir oyda ishlasa bo'ladi 2 marta shanba kuniga. Qo'shimcha haq to'laydi unga. Unga ham kunlik 100 dan beradi. Bu majburlamaydi. Oylikka qo'shiladi. Shanba kuni sen chiqasan, chiqmasang ham Yo'q, degan. so'raydi. Ishlaysanmi deb so'raydi. Sizni analizga bog'liq. Ishlayman desangiz, ish beradi. Ishlamayman desangiz, yo'q. U majburlaydi. Shanba kuni chiqsa, abitgacha ish bo'ladi, lekin bir kunlik pul to'lanadi. Uncha ko'p ish soati ham emas-da. Bayram kunlari ham shunaqa bo'lsa kerak, dam bo'lsa kerak. Mana bugun ham 25-dekabr 20 bayram kunlari dam, endi bayram kunlari va ishlamagan kuningizga lekin to'lamaydi, to'g'risi. To'g'ri, unisi. Lekin shanba kuniga mana bayram bo'lsa ham shanbaga ish bergan bizlarga. Shanba ishlaymiz, xudo xolasa. 4 dan soat menga degan 4 dan soat 7:30 gacha. Necha soat bo'ladi? 3-4 soat ishlayman, bir kunlik pulni yozadi menga. Soat hisoblab o'tirmaysiz. Chiqdingiz, mashinani zaryad qildingiz, plyus to'laydi. O'sha kunda yakshanba kuni bor zaryad qilsangiz bo'lar ekan. 1 soat ishlab. Yaxshi. Endi boshqa firmaga chiqamiz lekin o'zimiz
Dakserda ishlasak, hozir Badrabotkaga DHLga chiqamiz. Yaxshi, xullas emas, yomon emas. Ma'qul. Siz O'zbekistondagi qilgan xayollaringiz bu yerda Amalga oshyapti. amalga oshyapti. Mavzular ushalyapti. Amalga oshyapti. Amalga oshyapti. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizlar endi akalarning vaqtini ekonom qilib bir sayohatga olib chiqamiz. Ha, bir qasrga olib Xush kelibsizlar. boraman deyapti, qasrga. Xush kelibsiz. Nurembergga boramiz, xudo xohlasa aylanib sayohat qilib. Manat aka rahmat katta, Ramzon aka rahmat. Rahmat. Xush kelibsizlar. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlar o'z haqingizda kommentariyada qisqa va to'liq ma'lumot qoldirsangiz, biz tanlab sizga direktdan javob yozamiz. Nega javob yozmayapsan deb savol bergandan ko'ra o'zingiz haqingizda qisqa va to'liq ma'lumot qoldiring, biz sizga sразу aloqaga chiqamiz. E'tibor qiling, keyingi videolarimiz xudo xohlasa o'zgarishlari bilan mana Marad akani keyingi jarayoni ishlab ketgandan keyin Rahim akani oilasini olib kelganligini bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpiska bosib qo'ysangiz, har zamonda ko'rinib turamiz biz. Sog'lik, salomatlik, keyingi safargacha xayr. Sog' bo'linglar. Rahmat. Ba'zir o'tirdim, qistab